qarshi jang qilamiz. Sizlar qo'rqdingmi? To'xta, yarim. Ha, uni taniymiz. 5 daqiqa vaqtinglar bor. Yaxshi, Nimaga uradi? tezroq bo'laylik. Ha, nima bo'lyapti? Qo'y, Mark, to'xta. Mening rejalarim bor. O'sha rejalarim bor. Sen Mark, juda ham jonga tegdi. Va uni do'pposlaymiz, tushunarlimi? Nima bu katta xolangning uyiga o'xshayaptimi? Xohlagan odamingni urasan. Axir o'ltirib qo'ysang nima bo'lardi? 10 kishi borgansanlar. Janob politsiyachi, axir u ham hammani uradi-ku, unga hech nima demaysiz-ku. Ha, to'g'ri. U hammani ham uradi, hammaga tahdid qiladi, lekin siz hech nima qilmaysiz, chora ko'rmaysiz. Nima, endi senlardan so'rab chora ko'ramanmi? Senlar qayerdan bilasanlar men chora ko'ryapmanmi yo'qmi? Xullas, yana bir marta shu holat takrorlansa, menga yana qamoq jazosi qo'shib beriladi, tushunlaringmi? Tushunarli, boshqa qaytarilmaydi. Ha, qaytarilmaydi. Ketdik, tezroq yur. Ha, ketyapman. O'zi ham hammani juda ham zerikarli. Qani edi bitta telefon bo'lganda? Oy, menga qara. Nima qilyapsan bu yerda? Xullas, nimaga meni sheriklaring bilan urding, a? Axir endi nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Men hali alamimni olaman. Men bir o'zimligimda sen 10 kishi bo'lib urding, a? Meni sheriklarim qanchalik ko'pligini ham bilmaysan. Endi hozirmas, mayli, biroz yashab turgin, keyin yashashdan ham to'yib ketasan, tushundingmi? Men seni hali alamimni olaman. Hozir esa mumkin emas, tushundingmi? O'lasan. Nima? Over design? Bo'ldi, sizlarga cho'tki kanal topib qo'ydim. Sizlar bu kanalda o'zingizlarga har xil turdagi dizaynlarni zakaz qilishingiz mumkin. Overlay va banner avatarga hamma turdagi dizaynni tez va sifatli qilib tayyorlab beradi va ekraningizda chiqib turgan prevyularga o'xshash prevyularni ham sizga yasab berishi mumkin. Lekin xizmatlar pullik va arzon narxlarda. Agarda sizning pulingiz yo'q bo'lsa, xafa bo'lishga shoshilmang. Ajoyib tarifni o'rgataman. Overdesigining mana shunday bir kanali bor. Bu yerda tekin dizayn zakaz qilish yozilgan. Mana shu yerdagi xatlar bilan tanishib chiqsangiz, siz qanday qilib tekin dizayn zakaz qilishni o'rganasiz. Kommentariyada va pissenada kanal havolasi bor, o'tib obuna bo'linglar. Hammaga rahmat. Deb bilmasmiding? Axir uning butun qamoq desa ham bo'ladi, lekin uning sheriklari, tushunyapsanmi? Butun qamoq uning jamoasida. Butun qamoq emas-ku-ya, lekin anchagina odam uning jamoasida. Buni senga avvalroq aytmoqchi edim, lekin nima lekin? Agar buni avvalroq aytganingda biz ham odam to'plardik. Endi u bilasanmi, hamma qamoqdagi odamlarni yig'sa bizning ahvolimiz nima bo'ladi? Ha, to'g'ri bilaman, lekin men seni bilar dedimda, biladi deb o'ylabman. Qayerdan ham bilaman men. Nima qilamiz endi? Bilmadim, Reddi, lekin men juda ham qo'rqaman. Nimaga qo'rqasan? Qo'rqma. Ha, to'g'ri, qo'rqmaslik kerak. U ham odam, lekin uni qo'lidan har nima keladi. Hattoki ba'zi bir politsiyachilarning ham kuchi yetmaydi unga. Ha, to'g'ri, kuchi yetmaydi. Endi men qo'rqyapman. Qo'rqma, hammasi yaxshi bo'ladi. Mark, bu o'zingni tushunmayapman. Ha, meni endi o'ldirishmoqchi, qilgan jinoyatlarim uchun. Shuning uchun sendan uzr so'ramoqchi edim. Nimaga? Axir senga ko'p yomonlik qildim. Hammadan uzr so'rayapman. Senga ko'p yomonlik qilganman. Shuning uchun uzr so'rayapman. Men yaqinda o'laman. Nimaga o'lishi? Aytayapman-ku, ko'p jinoyatlarim uchun meni o'limga hukm qildi. Men seni kechiraman, lekin rahmat. Va mana bu pichoq senga. Endi men o'lsam menga kerak bo'lmaydi. Nimaga menga beryapsan aynan? Bilmadim. Seni yaqin ko'rdim shekilli. Senga bergim keldi. Lekin balkim politsiyachilarga yaxshilab aytsak, seni o'limdan ozod qilar. Yo'q, buning umuman iloji yo'q. Men haddan ziyod ko'p jinoyat qilganman. Endi shuning uchun o'limga mahkumman. Yo'q, iltimos. Buni o'zim ham bilib turibman. Politsiyachilarga aytib ko'ramiz. Yo'q, iloji yo'q. Xayr, yaxshi qol. Menga mana bu pichoqni berib ketdi. Bu pichoq nimaga menga berdi, tushunmadim. Seni yaqin bildim dedi. Axir bu pichoq endi men agar politsiyachilar bu pichoq mendaligimni bilib qolsa, meni ham aniq o'limga hukm qilishi mumkin. Lekin tashlab yuborsam bo'lmaydi, chunki bu kerak bo'ladi, hali yonimda olib yuraveraman. Nima bo'lsa bo'ladi peshonamdan. Bo'ldi, yangilik. Endilikda men YouTube kanalimga obuna bo'lish tekin bo'ldi. Tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Pulli bo'lib qolgan nafslarni bermaylar yana. Bilaman, sizlar video chiqarish oson deb o'ylaysizlar, lekin unaqa emas. Video chiqarish vashchi qiyin, ko'p vaqt oladi, lekin men shunga qaramasdan sizlar uchun video chiqaryapman. Shuning uchun kanalimga obuna bo'lib, videolarga like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar.
Xullas kimda kim YouTube kanalimga obuna bo'lmasa, tunda olib kelib telefonni olib qochib ketib qolsin. Obuna bo'l, negar. Keyin o'tirgandim, Mark meni oldimga keldida, sendan uzr so'rayman, men endi o'laman, shunaqa gaplarni aytdi. Nima? Aqling joyidami? Bu navbatdagi tuzoq bo'lmasin yana. Bilmadim, lekin menga mana bu pichoqni ham berdi. Ahmoq, sen oldingmi bu pichoqni? Bu aniq tuzoq. Yo'q, tuzoqqa emas o'xshaydi. Chunki politsiyachilar ham aytyapti, uni o'limga mahkum qildik deb. U aniq bo'lsa kerak. Endi baribir ham Markdan hamma narsani kutsa bo'ladi. Ha, lekin nima qilay? Rahmim keldi uni gaplaridan keyin. Rahming kelmasin, u yovuz. Bir iloj. Janob politsiyachi. Nima? Janob, iltimos, sizda gapim bor edi. Qanaqa gap? Ha. Tezroq, meni vaqtim yo'q. Xullas, Markni o'limga hukm qilgan ekansizlar, a? Ha, uning jinoyati juda ham ko'pligi uchun o'limga hukm qildik. Men uni ozodligini so'ramoqchiman. Ya'ni uni o'ldirmasangiz demoqchi edim. Buni men hal qilmayman, kattalar hal qiladi. To'g'ri, lekin qolgan boshliqlarga aytib ko'rsangiz, balki uni hukmdan ozod qilar. Kallangiz joyidami? U juda ham ko'p jinoyat qilgan. Agar siz ham uning orqasidan ketgingiz kelayotgan bo'lsa, jinoyatlar ko'p bo'lishi mumkin, lekin u xatolarni to'g'rilaydi, boshqa unaqa ishlar qilmaydi. Undan hamma narsani kutsa bo'ladi. U hech qachon yaxshi yo'lga qayta olmaydi. Seni ham urgan-ku, Biz to'g'rimi? tanishib oldik, biz kelishib olganmiz. Endi biz bir-birimizga yomonlik qilmaymiz. Yaxshi, lekin Markni o'limdan ozod qilishning iloji yo'q. Iltimos, to'xtang. Yo'q, boring endi tezroq kameraga. Politsiyachi ham rozi bo'lmadi. Nima? Bilmadim nimaga menga Markning gaplari juda ham ta'sirli qildi. Bilmadim. Yo'q, nima bu? Yo'q, qulog'imga bir nima eshityapti. Nima, qanaqa ovoz bu? Qulog'im. Yo'q. Qanaqa ovoz bu? Juda ham jarangdor, yo'q. O'zingga va nihoyat o'zingga kelding-ku, Reddi. Nima bo'ldi menga? Sen bilmadim. Qarasam, yotibsan ekan yerda. Agar yana ozgina orqaroqqa yurganingda pastga tushib ketarding. Ha. Nimaga bunaqa bo'ldi? Bilmadim, kelsam yotibsan ekan dedim-ku. Ha, eslayapman. Qulog'imga qanaqadir g'alati ovoz eshitildi. Qanaqa? Bilmadim. Baqirgan, chillagan ovozlar eshitildi. Ko'proq qo'rqinchligini ko'rish kerak edi. Hali ham bu yerda qo'rqinchligini qo'yib bermaydi, to'g'rimi? Ha, lekin bu juda ham g'alati va qo'rqinchli edi. Bilmadim. Mayli, bu gaplarni qo'y. O'zing ancha yaxshimisan? Ha, yaxshiman, men turishim kerak. Yo'q, turma, turolmaysan. Hozir senga mumkin emas. Doktor aytdi. Ha. O'sha kungi ovozga men hali ham tushunmayapman. U nima edi? Mark? Ha, nimaga buni maxsus joyda o'ldirmading? Janob, bu qochib ketdi va shu yerda o'tishga majbur bo'ldim. Ha, keyin o'ligini olib ketamiz, yur. Nahotki Mark, yaxshimisan? Yaxshiga o'xshabmanmi? Nimaga bu yerda juda ham ko'p qon? Ha, juda ham ko'p o'q otdi menga. Ha. To'xta. Hozir sen men o'laman. Men umuman. Hayır. Umuman tushunmayapman, o'lasan. To'g'ri, nimaga hozir davolatsak bo'ladi, lekin politsiyachilar ruxsat bermaydi. Sendan yana bir bor uzr so'rayman. Hozir buni vaqti emas, seni davolatish kerak. Hattoki pichoq ham sanchganman. Ha, lekin men tuzalib ketdim, ammo sen endi tuzalmaysan. Aytaman-ku, shart emas. Men o'limimni sezib turibman. Menga 3 ta o'q tegdi. Endi men aniq o'laman. Davolashning ham foydasi yo'q. Balkim iloji bordir. Iloji yo'q, tushundingmi? Boshqa gapirma, iltimos. Ha, lekin sen manziling qayerda? Uydagilaringga xabar beraman. Mark, meni eshityapsanmi? Mark ham o'lib ketdi. Bu bir tomondan yaxshi edi, lekin bir tomondan tushunmadim. Qurol? Bu qayerdan keldi? Menimcha politsiyachilarniki tushib qolgan birortasiniki. Endi bu o'qlari ham bor. Endi buni yo'q, aslo qaytarib bermayman buni. Endi men hammasini o'ldiraman.
Men bularni hammasini o'ldiraman. Qolganlari esa 5-qismda. Bo'ldi. Aktivimiz juda ham tushgan. Aktivni ko'tarish uchun like bosib qo'yinglar va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariy yozib qo'yinglar. Videodagi modlar, karta, xullas hamma narsa men haqimdagi ma'lumotlar, yangiliklar Telegram kanalimda. Ссылка описаниеda o'tib obuna bo'lib qo'yinglar.